Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar. Sizlar bilan Durov, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Aziz aka-ukalar, bundan 2-3 kun oldin bir Qabadiyonda 8-marta 20 metr uzunlikda uzun ferma uстановка qildik. Bu yerda Shartuzda o'zida markazda lesinsa uстановка qildik, ya'ni uyda oldiga balkon. Kimgaki mana shunday xizmatlar bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasiz. Hozir video obzor qilib o'tkazib ketaman. Mana shu yerga xudo xohlasa bitta balkon qilamiz. Mana bu yerda lesinsa bo'ladi. Girdilari perila bo'ladi. Master Periladan yangi perila. Videoni kuzatishda davom eting. Hozir hammasini ko'rsatib boramiz. Kimgaki mana shunday temir xizmatlari bo'lsa, bemalol mana shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Dal shu video obzor tomosha qilamiz. Mana aziz aka-ukalar, mana shunday bo'lib chiqdi lesinsamiz. Mana tak, mana tagi. Mana polniy xod, hammasi kraska bo'lgan, chotki. Tak. Zakazchik armaturdan dedi, armaturdan qilib berdik lesinsani. Zakazchik xohishiga, talabiga binoan. Mana aziz aka-ukalar, eshigi bor ekan. Eski quyosh urib tashlagan, buni ham kraska qilib berdik. Mana shunday xizmatlar. Tak. Kimgaki mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Nima deb qolaman aziz aka-ukalar? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Mana endi uzun fermani kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar. Mana aziz aka-ukalar, uzuni 20 metr uzun fermamiz qo'yapmiz. Qabadiyon 8-mart degan joyga. Mana hozir usti balkalar почти bo'ldi. Hozir ustiga lagalarni qo'yamiz. Kuzatishda davom etingizlar.